Nima yeysan, nima oldi? Qayerga ketyapsan? Ishga. Bugun ham majlisim bor. Yakshanba ham ishlaysan. Ha? Ish pishingni yig'ishtir. Seni sog'inganman. Adasi. Men kech qovaman. Voy. Ha, kelinimga aytib qo'ydim, osh tayyorlab qo'yadi. Bo'pti. Ifora! Rustamjon, nima qilay? Oshimni sarg'lanib to'rab sizga yordam beraymi? Ha, osh qilib beraman degandim-a. Ha. Uzr kene, bosh sabr qilib beraman. Hozir o'zi nimadir qiling. Nasringdan buzildi o'zi. Alo, keling. Labbiy Farahod. Ha, yaxshimisiz? Bola ovqatlandimi? Ha, ovqatlarini yedik. Darslarini qildik. Xullas, men hozir yana bitta majlisga ketyapman, kech kelaman. Iltimos, bolani cho'miltirib qo'ying, ertaga maktabga boradi-yu. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xotirjam. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar.